Assalomu alaykum. Uyushmalari va qurilish masalalari guruhi navbatchilari. Navbatdagi uy proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu uy proyektimiz 2 qavatli 20 4 sotix joyga 2 qavatli zamonaviy uy proyekti tayyorlab berdik. Xo'p, uy proyektimizni loyiha va fasad chizmalari tayyorlab berdik. Loyiha chizmalarida bilasizlar, fundamentdan tomagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, etap qilinadigan ishlar barchasi hisob-kitoblari kiritib o'tiladi. Loyiha chizmasi, fasad chizmasi ham o'zgacha zamonaviy, chiroyli chiqdi. Xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Ko'cha tomon ko'rinishlari juda chiroyli, juda chiroyli. Kimga shunday uy proyekti kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh buyurtma qilgan uy proyektlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Uy proyektimiz shu holatda buyurtmachiga chiqarib beriladi. Boshlayotgan qurilishlarni barakasi bo'lsin.